Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün mevcudiyetini yaratkan ve işlerini güzel bir şekilde orunlaştırgan Cenab-ı Allah hem sanat olsun. Şuningdek takdirni to'g'ri tushunish ve to'g'ri amal qilish haqida güzel ko'rsatmalarni bergan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a dua salamlar olsun. Muhterem qarindoshlar, bugun to'xtalmoqchi bo'lgan tema taqdir haqida bo'ladi. Taqdirni qanday tushunamiz degan tema asosida to'xtalamiz. Birinchi savol: qazoyi qadarning ma'nosi nima? Yoki taqdirning ma'nosi nima? Dastlabda shuning bilan başlaymizki, qazoyi qadarga iymon keltirish yoki taqdirga iymon keltirish iymonning asoslarining biri hisoblanadi. Taqdirga iymon keltirmay turib musulmon bo'lg'ili bo'lmaydi. Amaliyotda taqdirga iymon keltirish demak Allohning bilish, iroda qilish, qodir bo'lish ve yaratishdan ibaret güzel sifatlariga ishonish demektir. Kur'an-ı Kerim takdir to'g'risida inna kulla şeyin halaqnahu biqadar. Biz bu kainatdagi, mevcudiyetdagi, asman zemindeki bütün narsalarni o'lcham bilan yaratdik. Hammasininki muayyan miqdori bor. Hammasining muayyan o'lchami bor. Yana bir oyatda ve kulli şeyin indahu bi miqdar. Asman zemindeki bütün narsalar tasodifiy paydo bo'lib qolgan emas. Yoki o'zligidan shakllanib qolgan narsalar emas. Hammasi o'lcham bilan, hammasi plan bilan, hammasi tadbir bilan, hammasi bekitish asosida yaratilgan deydi. Qazoyi qadar deganimiz bu ikki so'zdan tarkib topadi. Taqdir ve qazo demek. Taqdirning ma'nosi degan nima? Taqdirning ma'nosi degan Allah'ın bu dünyada yoki bu kainatda yuz bergan yoki yuz berayotgan ve bundan keyin yuz berish ehtimoli bo'lgan bütün narsalarni to'liq bilish asosida bekitganligiga iymon keltirish demektir. Taqdirning ma'nosi Allah'ın bu kainatta bo'lib bo'lgan, bo'layotgan ve bundan keyin bo'lmoqchi bo'lgan bütün ishlarni ezelden tatip mükemmel ve to'liq bilish asosida bekitganligiga iymon keltirish demek. Yoki ishonish demektir. Mana bu taqdirning ma'nosi. Am qazoning ma'nosi degan nima desak? Qazoning ma'nosi degan Allah bu kainat belgilagan her qanday bir hodisaning, her qanday bir ish harakatning yoki her qanday bir narsaning Allah belgilagan vaqtda ve Allah iroda qilgan shaklda paydo bo'lganligiga ishonish demektir. Mana bu qazoning ma'nosi.
Endi qazoy qadarning ikkininki birlashgan ma'nosi nima degan bo'ladi desa, Allohning mavjudiyatdagi hamma narsalarni yaratganligi. Hamma narsalarni mavjudiyat hamma narsalarni burundan tortib uning qanday yaratilganligi va qaysi shaklda qaysi sifat paydo bo'lganligini bekitib o'tganligi. Hamda o narsalarning yuz berish zamoni ve qaysi xil xarakter, qaysi xil sifatlar bilan shakllanganligidan iborat bu ahvollarni biladiganligi. Hem yana Allohning xoliqini qila oladiganligi ve hamma ishlarni qilishga qodir ekanligidan iborat sifatlarga ishonish demakdir. Qazoi qadarning ma'nosi Allohning hamma narsani yaratganligiga ishonish, Allohning hamma narsani burundan tortib, ya'ni osmon zaminni yaratishdan ilgari bekitib o'tganligiga ishonish, her bir narsani qilishga qodir ekanligiga ishonish ve Allah'ın iradesi bilen bo'lganligi ve bu kainat kişilerinin Allah'ın iradesi bilen bo'lganligi ishonishni buni qazoyi qadar deymiz. Ya qisqartib taqdirga iymon keltirish deb ataymiz. Bu sifatlarninki beşida bilish degan sifat keladi. Allah'ın ilmi. Yani bilish. Bu Allah'ınki bilishden ibaret güzel süpte ezeli bir süpettir. Yani ezelden tatip bir süpettir. Şunun için Allah'ın bilişi özgürep kalmaydı. Yenilenip kalmaydı. Almışıp kalmaydı. Ya eşip kalmaydı ya kemiyip kalmaydı. Ama məxluqnınki ilmi ya ki məxluqnın bilişi olsa özgürdü. Aşıdı ya kemiydi. Ama Allah'ın ilmi ezeli ilim bo'lganlik uchun, ezelden tatib süpet bo'lganlik uchun, xoliq bo'lib süpti bilan, yaratquchi iloh bo'lib süpti bilan eshibmi qolmaydi, kimibmi qolmaydi yoki o'zgaribmi qolmaydi. Bu qazoyi qadarni tushunishninki eng muhim omillardan birisi. Biraz deken vaqtim tafsil to'xtalamiz. Bilishdan ibaret Allah'ın bu güzel süpte insanga muayyen bir istilni mecburlamaydı. Allah hemen az biladi. Asman zeminni yaratishdan ilgari insonning bütün ahvolini bilan tez biladi. Hem shundoq deymiz, e'tiqod qilamiz. Lekin Allah'ın bu bilişi, yoki bu ilmi insonni muayyen bir istilga kirishga mecburlamaydı. Yani hidayet yolu yoki ozg'unlik yo'liga kirishga mecburlamaydı. Faqatlam ishning qanday bo'lganligini aytib berdi. Chunki Alloh hamma narsani yaratishdan ilgari ishning natijasini bilganlik uchun ishning natijasini ko'rsatib berdi xolos. Chunki Alloh mutlaq adolat egasidir. Bu sebepten hech qanday bir maxluqqa zalolat yo'l kirish bilan yoki ozg'unlik uni mecburlash bilan zulm qilmaydi. Allah adi zat bo'lganlik uchun barliq insonlarning hammasiga to'g'ri yo'lni ko'rsatib bergan. Hamda ularga aql, iroda va sog'lom xarakter ato qilgan. Shuningdek, ezib ketib qolmasin deb payg'ambarlarni avatib bergan va bu hayot yashash xarisini ko'rsatib beradigan kitoblarni tushirib bergan. Shuninglar birlikte hamma insonlarga ayırmasdan bilish asosida, to'liq ixtiyorlik asosida o'zining yashash usulini tanlab olsin deb to'liq erkinlikni ato qilgan. Tanlash fursatini ato qilgan. Bu sebepten kim hidayet yolunu tanlagan bo'lsa, Allah onu mecburi zalalet yolga başlap koymaydı. Yoki onu azdırıp etmeydi. Kim azgınlık yolunu tanlagan bo'lsa,
Allah onu hidayet yolu kirişke mecburlamaydı. Allah insanı irade ihtiyarlığını toluk bəgin. Erkinlikni ata qıyğın. Bu erkinlik insandaki en çok büyük bir nimet. Ama qaysı bir insan hidayet tanlagan bolsa Allah onunğa hidayet yolu davamlışıq muvaffaqiyet ata qılıdı. Hiç bir insanı hata yolu kirişke mecburlamaydı. Allah bu doğrusunda فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah insanın karakterini, yaxşılık hem yamanlıkni bir qabul qılıp yaratgan. İnsanın psixikisi, insanın karakteri qarsak, hidayet ve azgınlıkni tan qabul qila alaydi. İkisidan qasın tanlısı şuna özük sığdıra alaydı. Aşında qabiliyetli qılıp yaratgan. Qad aflaha men zakkaha. Qaysı bir insan nefsini pak tutgan bolsa, qalbini paklagan bolsa, ilahi ko'rsatmaning taqazzası boyunca özünü paklagan bolsa, bu dünya ahirette g'alaba qozongan, natija qozongan bir insondir. Vaqad khaba man dassaha. Kim nefsini paklamagan bolsa, azgın yollarga, hata yollarga, günah yollarga, şeytanның yolları kirgen bolsa, yak mal dunyan dep satqınlıq qilgan bolsa, özünü vayron qilgan bir insondir. Demek hidayet ve azgınlık insan tarafidan sebep çağrı qilishga munosabatlik bir mesele. Hidayet tepiş, yoki ezib ketish sebep çağrı qilishga munosabatlik bir mesele. Sebep çağrını kim qiladi? İnsan qiladi. İnsan hidayetga kirishning sababini qilsa hidayet topadi. Azgın yolda menishning sababini qilsa ezib ketadi. Şuna insan özünün takdirini öz belgilaydi. Yani hidayet tepiş, yoki ezishdan ibaret bu meseledeki açıkış insanın özüge verilgen. İnsanın iradesi tabi halde Allah'ın iradesindeki dairesi çöküleydi. Bu sebepten insanın toğra yoki hata yolunun birisini tanlaşı insanın iradesiga bağlıq. İnsan qasını irade qildi, şunu tanlaydı. Allah hidayetini tanlagan insanga muvaffaqiyat ata qiladi. Hata yolunu tanlagan bolsa, onun hata yolunu kengiri, tanlagan yolan muşukken dep qo'yap berdi. Çünkü bu dünya sınak dünyası. İmtihan dünyası. Bu sebepten Allah Teala hata yolunu tanlagan ve bu dünya buzg'unchilik ve rezil ishlar bilan shug'ullangan insonlarni kim bo'lishdan qat'iy nazar uni hidayet qilmaydi. Çünkü urinmadi, izlanmadi, hem sebep çağrısını qilmadi. Allah bu dünyada bir ish bo'ladi deb bilgan bo'lsa, Allah'ın hamma narsani bilganligi shak yo'q. Yani Allah bir ishni qilmoqchi olsa, o zatdan bu ishni irade qilganligiga chiqib turdi. Allah bir ishni qilaman desa, bu irodega bog'liq emas, irodega bog'liq. Allah'ın iradesi. Eğer Allah bir ishni paydo qilishni, ya yaratishni, ya yo'q qilishni irade qilgan bo'lsa, o zatni hech qanday bir kuch to'sib olmaydi. Bu dunyoda hech qanday bir kuch Allah'ın iradesiga cheklam qo'ya olmaydi. Hech bir kuch Allah'ni aciz o'ringa tushirib qo'ya olmaydi. Bugungi siyosiy vaziyat haqida keyincha to'xtalamiz. Allah'ın mülkü olan bu kainatta Allah irade qilmagan hech qanday bir ish Allah'ın iznisiz yuz bermaydi. Hem shundaqlam
Allah irad qilgan har qanday bir ish bo'lmaymi qolmaydi, ya'ni bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo g'olib zotdir. Kuchlik zotdir va hikmat bilan ish qiluvchi zotdir. Allohning har bir so'zlari, har bir ish harakatlari hikmatdan xoli emas. Mana bu qazoy qadar yoki taqdirninki qisqacha izohat. Bu mazmunlarning bir qismida bundan keyingi bir qancha darslarimizda ayrim tafsili to'xtalamiz. İkinci savol. Taqdirni qanday qilganda yaxshi tushungan bo'ldi? Qanday qilsak taqdir to'g'risida oson va qulay tushunchaga ega bo'lamiz degan savol. Biz bu savolga 5 nuqtadan javob beramiz qisqacha. Taqdirni tushunishning 5 turlik darajasi bor. Mush 5 turlik darajasini bilsak, taqdir masalasi kallamizdan oydinlashadi, ro'shanlashadi. Taqdirni tushunishning birinchi bosqichi Allohning hamma narsani biladiganligiga ishonish bosqichi. Bilish degan Allohning bu go'zal sifati, Allohning mavjudiyatdagi barliq narsalarni to'liq biladiganligi. Hamda koinotda bo'lib bo'lgan bunday ilgari, ham hozir 21-asr bo'layotgan va bundan keyin bo'lmoqchi bo'lgan har qanday narsalarni mukammal biladiganlik ishonish demakdir. Shuningdek yana Allohning insonning rizqlari, uning ajallari yoki umri, uning baxtlik yoki baxtsiz bo'lganligi hamda ish harakatlarining cho'ng kichiklari yoki oshkor yushurlardan tortib hamma ishni biladiganligi ishonish demakdir. Agar biz Allohning ilmining bu qadar kattaligiga, bu qadar cho'nqur ekanligiga ishonalsak, taqdir masalasini tushunishga birinchi qadamni bosgan bo'lamiz. Qur'oni Karim Allohning ilmini tasvirlab shunday deydi: "Va indahu mafatihul g'ayb la ya'lamuha illa huwa." G'aybning ochqichi Allohning qo'lida deydi. Bir bo'lik masalalar bor. G'aybiy masala. Masalan, insonning qachon o'lishi, qiyomatning qachon bo'lishi degan o'xsh. Bu masalani Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Va ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah osmon zimindagi hamma ishlarni bilib turadi. Qanday biladi deb qolmaydi. Bilganlik uchun bilimininki kattaligi, bilimining ulug'ligidan mush osmon ziminni yaratadi. Bilmagan bo'lsa osmon ziminni bu xil xarakter bilan bunda puxt shaklda yaratilmagan bo'ladi. Va ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daraxtdan bir yo'pirmoq tushsa ashni bilib turdi. Va la habbatin fi zulumatil ard. Ziminning qatlamlaridagi yoki tuproqning ostidagi dan olsun. Yoki yo'l narsa olsun, yoki qurg'oq narsa olsun, hammani bilib turdi. Allah'ın ilmininki çeki yok. Allah'ın ilmi çeksiz ilimdir kardeşler. Yani bir ayet Allah Teala وَمَا يَعْزُبُ الرَّبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Asman zımında zerre çağlaktı. Yani kıl çağlaktı. En küçük nesi olsun, çoğu olsun, küçük olsun, hemmesi Allah'ın ki bilişiden gayb emezdi. Allah'ın bilişiden yırak emezdi. Yani Allah bilmeydiğin kılçılık münası asman zımında mevcut emezdi. Biz Allah'ın ilminin ne kadar büyük ikenligini biliş için özümüzden cismiga bir qarab bakayım.
Anatomiya kitaplarına qarab bakaylı insanның cismininki qurulması. İnsanı şundaq bir murakkab halat yaratgan Allah Taala insanның ahvallarını, bu kainatның ahvallarını bilmey qalam. Bu takdirini tushunishning birinchi ochqishi. Allah'ın asman zimindagi bütün narsalarni, insonning tug'ilishidan ilgari hatto o'lib ketgan qadar mangadigan bütün qadamlarni, bütün xiyollarni bilib turganlik ishonish bosqichi. Takdirini tushunishning ikkinchi bosqichi yezish bosqichi. Ya'ni taqdir qilinish bosqichi. Yani Allah bu mevcudiyetdeki barliq mahlukatlarını, ahvalini bekitib etgan. Hem de onu Lavhil Mahfuz namılıq bir kitapta bütün tafsilatını hatırlab etgan. Takdir qilib etgan. Allah bu to'g'risida ma farratna fil kitabi min shay'in. Biz kaşımızlık bu kitapta hiç qanday bir narsa çalıp qo'ymay hammasi tafsili yozdik. Bu dunyoda bor har qanday narsaninki xaritasi kitapta bor. Bütün tafsilati ahvoli bor yozildi. Peygamber Aleyhisselam insanның yoki osmon zimindagi bütün narsalarning ahvolininki taqdir qilinganligi yoki yozilganligi to'g'risida shunday bir hadisni bayon qildi. Kataballohu maqadirul xalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard qabla 50,000 sana. Allah bütün mahlukatlarninki ahvolini, onun qandaq yaşaydiganligi, qanchalik yaşaydiganligi, qanchalik rizq ko'rdiganligi, nima ish qildiganligidan tortib bütün ahvolini inson misolga olsak, osmon zaminni yaratishdan 50,000 yil burun belgilab bo'lgan. Yani bir hadiste Peygamberimiz inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Allah en dastlab qalamni yaratgan. Qalamni yaratib Allah Taala yozdi. Qalam nimani yozaman Parvardigorim degan vaqtida Allah Taala qalam xitob qilib, qiyomatgacha bo'ladigan bütün ahvollarning hammasini yozdi. Demek bu mevcudiyatning, bu kainatning, onun içinde insandan ibaret alaylı bir mahlukның bütün ahvali, bütün jarayoni, tafsilati Allah burun yazılıp bo'lganmiz, yazılıp bo'lgan. Ama bu insanның takdirinin yazılışı bir qancha turlik bo'ladi. Birisi azali takdir deymiz. Azali takdir deganimiz osmon zamin yaratilishdan ilgari insonning bu dunyoga yaratilganligi. Yazılıp bo'lganmiz, yazılıp bo'lgan. Yani birisi ömür ve rizqning taqdir qilinishi. Biz boshqa narsani olmadik, inson haqqi to'xtalyapmiz. İnsan bu kainatning asosli gavdasi o'g'ach. İnsan anasining qarnidagi vaqtida insonning ejili yoki ömrüning qanchalik ekanligi, qanchalik rizq erishadiganligi ve onun ish harakatlarının qanday bo'ldiganligi taqdir qilinamiz, taqdir qilin. Her bir insonning ayrim taqdir qilindi. Bu haqda keyincha yana tafsil to'xtalamiz. Yana bir turi jilliq taqdir deymiz. Yani jilliq taqdir qadr ketsil bo'ladi. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Mana bu kechada hikmetga to'shqan ishlar bir taraf qilindi. Yani insonlarninki yillik rizqlari, hayat kechiradigan bo'lsa hayoti, vafot topadigan bo'lsa vafot bo'lishi ve boshqa ish amgaklari yozildi, taqdir qilindi. Yillik taqdir. Yani birisi kunlik taqdir deymiz. Yani yillik taqdir qilingan ishlar belgilengen günde gün boyunca icra kılındı.
kulle yevmin huve fi şan. Çünkü Allah Teala her güne bir iş verir. Allah Teala her güne harekettedir. Bu takdirninki basqıçları. Bu qo'shimcha qistirma bayonlardan iborat. Yani bu takdirning yazilish to'g'risida bir az izohat bayon. Biz birinchi bosqichni bilish bosqichi, ikkinchi bosqichning takdirning putib o'tilishi yoki yazilish bosqichidir. Uchinchi bosqich iroda bosqichi. Yani Allah'ınki irod qilishdan iborat sifatga ega bo'lganlik ishonish bosqichi. Çünkü kainat yuz berayotgan barliq ishlar Allah'ның irodasi bilan bo'ladi. Allah iroda qilgan ish bu kainat yuz beradi. Allah iroda qilmagan ish bu kainatda yuz bermaydi. Allah'ның irodasini hech qanday bir narsa cheklab ketolmaydi. Yani Allah'ның irodasiz qil tavirmaydi. Biz buna münasebetlik bir bölük meseleler var. Mesela bugünkü günahlarınki, cinayetlerindeki, vabalının yüz beriş diyendek. Bu haqda yani keyin ayrım to'xtalamiz. Demek, üçüncü bosqich Allah'ınki iroda qilishdan iborat sifatiga iymon keltirish bosqichi. Qur'on Karim bu to'g'risida innama amru iza arada an yaqula shay'an, iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. İnnema amruhu iza arada şey'en en yaqula lahu kun fayakun. Allah bir ishni iroda qilsa, yoki yaratmoqchi bo'ldi, yoki yo'q qilmoqchi bo'ldi, yoki bir millatning qadrini ko'tarmoqchi bo'ldi, yoki vayron qilmoqchi bo'ldi deydi. Buning faqat bo'l deb bir og'izli so'z ketadi. Buyruqni bir qatimli beradi, bu ish yuz berdi. Allah buning qodirimiz qodir. Allah iroda qilgan bo'lg'achqa bu koinotni, bunun qatarida bu insonlarni yaratadi. Yani Allah Teala وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً. Eğer Allah irade qilgan bo'lsaydi, eğer Allah xohlagan bo'lsaydi, bütün insonlarni bir ummat qilib etgan bo'ladi. Demak, insonlarning har xil millat bo'lganligi, har xil dinga e'tiqod qilganligi Allah'ның iradesidir. Allah irade qilgan bo'lsa faqat birla ummat bo'lgan bo'ladi. Demak, taqdirga iymon keltirishning 3-chi bosqichi Allah'ның irodasining borligiga ishonishdir. Yani taqdirni tushunishning 3-chi bosqichi Allah'ningki irodasiningki bor ekanligiga ishonishdir. 4-chi bosqich taqdirni tushunishning 4-chi bosqichi qudrat bosqichi. Yani Allah'ның qodirlikdan iborat sifatiga ishonishdir. Allah'ның hamma narsa qodir ekanligiga iymon keltirish bosqichidir. Allah bu kainatni va kainatdagi barliq narsalarni yaratquchi bo'lib sifati bilan hamma narsa qodirmiz qodir. Agar qodir bo'lmagan bo'lsa, kainatni shuning qatorida insonni yaratolmagan bo'ladi. Demak, yaratganligi bu xil go'zal shaklda, insonni bu xil mukammal shaklda yaratganligi Allah'ның hamma narsa qodir ekanligining isbotidir. Qur'on Karim bu to'g'risida innalloha ala kulli shay'in qodir. Allah hamma narsa qodir. Allah bir ishni iroda qilsa, yani uni yaratishni iroda qilibdi yoki yo'q qilishni iroda qilibdi. Buning qodirimiz albatta qodir. Chunki Allah'ның mulki bo'lgan bu koinotda hech qanday bir narsa uningdan g'olib kela olmaydi, g'olib kela olmaydi. Leysa kemislihi şey. Bu dünyada, bu kainatda Allah'a o'xshash hech qanday bir narsa yo'q. Taqdirni tushunishning 5-chi bosqichi yaratish bosqichi. Yani Allah'ningki xoliq sifatiga ishonish. Yani Allah'ның yaratquchilik sifatiga ishonish. Allah'ның yegani yaratquchi ekanligiga iymon keltirish bosqichi. Chunki Allah bu mevcudiyetdeki barliq narsalarning yaratquchidir. İnsonni ve insan qilayotgan bütün ishlarning yaratquchidir. İnsanı yaratganligiga ishonamiz.
insan kılıvatkan işlerim Allah yarattı mı? Bunun delili var mı? Kur'an-ı Kerim delili var. Allah bu doğrusu vallahu halakakum ve ma ta'malun. Allah sizlarni ve sizlar kılıvatkan işlerini yarattı dedi. Mesela zinani misal kılayım. Haraklı misal kılayım. Allah yaratmagan bolsa o narsalar bu dünyada paydo bo'lmaydi. Telefonni misal qilaylik. Buri yo'q edi, bu narsa yangidan paydo bo'ldi. Agar Allah yaratmagan bolsa, bu davrda bu narsa chiqmagan bo'ladi. Şoň yuqorqi haqiqatni yana bir oyat ta'kidlab, "Zalikumullahu robbukum xoliqu kulli shay." Parvardigoringlar Allah hamma narsani yaratqushdir. İnsanni ve insan paydo qilgan shakllantirgan narsalarni yaratqushdir. Demek takdir to'g'risida Allah'ın 5 türlük musibetiga ishini alsak, hem mushni o'zlashtira olsak, takdir meselesini oson tushuna olamiz. Birinchisi Allah'ın hamma narsani bilib turdiganligi. İkinchisi Allah'ın hamma ishni azaldan tortib takdir qilib qo'yganligi. Üçüncüsü Allah'ınki irade qilish, tanlash sifatining borligi ishonish. Çünkü Allah bu kainatni yaratib tashlab qo'ymaydi. Hamma ish yani Allah'ın iradesi bo'yicha cho'g'laydi. To'rtinchi sifati Allah'ın hamma narsa qodir ekanligi. Beshinchi Allah'ın hamma narsani yaratquchi ekanligi. Mush 5 xil sifat ishini alsak, mush 5 xil sifatni to'liq o'zimiz qabul qila olsak, aqlimizda o'tkaza olsak, bu taqdir masalasini osonlab tushunib ketamiz. Davomini kelar qatimda tunishtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.